Bu taomni yeb, xo'jayinimning aytishlaricha, Samarqandcha no'xat sho'rayini boblaganmish. Samarqandliklar shu yerdamisizlar? Qaranglar, go'shtlari xil-xil bo'lib, qanaqa mazali bo'lib pishib chiqdi. Sizlarga xos shu retseptni tayyorlab ko'rsataman. Ungacha bitta like bosib, Samarqandlik tanishingizga jo'natib qo'ying. 5-6 soatcha avval no'xatni yuvib, ustidan bir qoshiq sodani solib, yaxshilab aralashtirib olib qo'ying. Yana ham tezroq pishish uchun skavarka qozonidan foydalandim. Ikkita piyozni shunaqa to'g'rab solib, kerakligicha go'shtni solamiz va ustidan yana ham mazali bo'lish uchun tuz, zira, kashnich urug'larni sepamiz. Mana shunaqangi ivigan no'xatimizni go'sht ustidan ag'darib olamiz bir tekis qilib. Yarim litrcha suvni ustidan quyib 2 soatga dimlab qo'ydim past olovda. Oddiy qozonda 3 soatda pishirib olasizlar. Bunaqangi skavarka qozonda mana 2 soatni ichida xil-xil bo'lib pishib chiqdi. Oddiy qozonda aytganimda 3 soatda pishadi. Shunaqa ham mazali bo'ldi. Albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'ringlar. Xo'jayiningizga, uydagilarga albatta yoqadi. Like bosib videoga yaqinlaringizga jo'natib qo'yishni ham unutmang.